Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqrammasını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan qısqacha məzmununa göz ataylı. Amerika Axbarat İdarəsinin başlığı William Burns, Rusiya Xitoyning iqtisodiy mustamlikasiga aylanib qolish xavfiga duch kelmoqda dedi. Şərq Türkistan sürgünlü hökumətinin baş ministri Salih Xudoyor Qurultay Xitoyda u işğal qilib olgan joylarda ishlangan mallarning kirgizilishini cheklash kerak dedi. Amerika ve Filipin 10 neçə yıldan bu yanqı ən çoğ birləşmə hərbi manevrini başladı. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Payshanba kuni Beyjingga ziyoratini boshlagan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsinin başlığı William Burns 12 aprel günü Houstonda ötküzülgən bir fəaliyyətdə qılğan sözüdə əməliyyatga qaraydigan bolsaq, Rusiya Xitoyga tayanıb qelyapti. Energiya mənbələrini və xam materiallarını eksport qilishda Xitoyga tayanıb, Xitoyning iqtisodiy mustamlikasiga aylanish xatiriga duch kelmoqda degan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga Twitter hisobidan inkas qaytirib, direktor William Burnsning O'rta Osiyodagi davlatlarning Xitoyning iqtisodiy mustamlikasiga aylanib qolganligiga diqqat qilishini umid qilaman. O'rta Osiyo Cumhuriyatlarining Sharq Turkistonga o'xshash fojiaga mubtalo bo'lishining oldini olish uchun Xitoy bilan Rossiyaning Markaziy Osiyodagi yomon ta'siri to'xtatilishi kerak dedi. MSN xabar to'rining 12 aprel kunidagi xabarida aytilishicha, Rais Kristofer Sinisni o'z ichiga olgan Amerika-Xitoy strategik raqobat alohida komitetining asosli a'zolari atalmish Shindongdagi majburiy emgakka chetishliq xatir cho'ng sohaning mollarini o'z ichiga oladigan 300 ga yaqin yuk to'shishning to'xtatilganligi va keyin qo'yib berilganligini, import qilg'ichining talab qilganligini, chegara mudofaa qismining qabul qilganligini bilgandan keyin Davlat bexatarlik ministerligi majburiy emgakning oldini olish xizmat guruhining boshlig'i Robert Sliverga elektronlik xat avatib, Qurultayni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ijro qilinishiga aloqador yetarli uchur bilan ta'minlanmaganligi uchun bu qonunning Qurultayning maqsadiga uyg'un kelib kelmaydiganligini surishti qilgan. Elektronlik xatda yana biz majburiy emgakning oldini olish qonunining yo'lga qo'yilishining qiyinligini va doirasini bilsakmi, majburiy emgak kishilik huquqqa daxl taruz qiladigan, qonun bilan idora qilishga, iste'molchilarga xavf yetkazadigan va amerikalik ishchi xizmatchilar shundoqla korxonalarga ziyon soladigan baloyi ofatdir deyilgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkas qaytirib, Xitoy Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka solish maqsadida Sharq Turkistondan Xitoyning ichkari o'lkalariga yo'tkayotidu. Qurultay Xitoyda va Xitoy ishg'ol qilib olgan joylarda ishlangan barliq mallarning Amerikaga kirgizilishini cheklash kerak dedi. Kashfiyot xabar to'rining 12 aprel kunidagi xabarida aytilishicha, Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'izida Amerika va Filipin 10 necha yildan buyon eng cho'ng birlashma harbiy manevrini boshlagan. 17600 dan ortiq harbiy xodim Balikatan ismli yillik manevrga qatnashir ekan. Manevr 28 aprelgacha davomlashir ekan. Mashqda haqiqiy o't mashqi va raketa hujumi elib berilgan. Bu Amerikaning o't kuchining Osiyodagi eng oxirgi ko'rgazmasi bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika hukumati Xitoy bilan unumli kurash qilish uchun Hind Tinch okeanidagi ittifoqdoshlikni kuchaytirdi. 12 mingdan ortiq Amerika harbiy xodimi, 5400 Filippin armiyasi va 111 Avstraliya askari manevrga qatnashyapti. Bu Balikatanning 30 yillik tarixidagi eng cho'ng harbiy manevri hisoblanadi ekan. Amerika va Filippin harbiy amaldorlarining so'ziga qaraganda, manevrda Amerikaning urush paraxoti, urush aeroplani, boshqariladigan bomba, HIMARS raketa qo'yib berguvchi va tankiga qarshi qurollar ishlatilgan. Naq maydon etish manevrining bir qismi sifatida Amerika va Filippin qismlari Filippinning dengiz tavallikida uzunligi 200 inglizchasi keladigan dengiz paraxotiga havodan hujum qilib, zambirak bomba qo'yib bergan. Yaqinda Amerika 7-chi floti boshqarilgan bomba qo'g'lig'ichi paraxoti USS Miliosni Mischief otliq orolga 12 dengiz mili yaqin yerga o'rinlashtirgan. Germaniya Tashqi ishlar ministri payshanba kuni Beyjingga bo'lgan ziyoratini boshlagan. Reuters agentligi xabar to'rining 12 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Amerikaning ta'siriga uchramaslikni o'tirg'a qo'ygandan keyin Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Yevropa ittifoqining Beyjingga qaratgan o'rtaq siyosatini qaytadan o'rnatishni maqsad qilib, payshanba kuni Beyjing ziyoratini boshlagan.
Diplomatiya ministeri 2 kunlik safarda mansabdoshi Chunggang va Xitoyning yuqori darajalik diplomati Wang Yi bilan ko'rishgan. Berbok ziyoratidan ilgari so'z qilib, uning kun tartibidagi eng muhim ishning Xitoyga Rossiyaning Ukraina ishg'oliyatini oxirlashtirishda rol olish mas'uliyatini, Tayvan masalasida bir taraflamlik o'zgarishni qabul qila olmaydiganligini eslatish ekanligini, Yevropaning Xitoyni sherik, raqobatchi va sistemlik raqib deb qarashining o'zining siyosatining kompasi ekanligini aytgan. Makron Beyjingni ziyorat qilib, Yevropa birligini Amerikaga tayinishni azaltishga chaqiriq qilishi va Tayvan haqida Amerikaning ritmi, shundaqla Xitoyning haddidan ziyoda qarshilik ko'rsatishdan kelib chiqadigan krizisga petib qolmaslikka ogohlantirishi Amerika va Yevropada qarshiliklarga yo'l ochgan. Yevropadagi nurg'unlagan siyosiyonlar, diplomatlar va analizchilar Makronning bu so'zini Beyjingning Atlantik okeanidan halqagan ittifoqlikni buzish nishoniga qilingan sovg'a deb baho bergan. Tahlilchilar Yevropa ittifoqi a'zolarining Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockning tunji qitimliq safarining Berlinning Yevropa ittifoqining Xitoy haqidagi aniq o'rtaq Yevropa liniyasi shakllantirishini umid qiladiganligini bildirishgan. Xitoy Yevropa munosabat tadqiqotchisi Alekcha Pacholiska masalaning zo'r miqdordagi ziyon kontroli bilan munosabatlik ekanligini, Makron ziyoratining intayin mushkul, oxirgi natijasining aniqsiz ekanligini aytgan. Germaniya parlament a'zosi Nils Schmidt Baerbockning ziyoratiga aloqador Reuters agentligiga Germaniya hozir Tayvanga tutgan maydonini oydinlashtirishi kerak. Makronning so'zi Yevropa Xitoy o'rtaq siyosatini umidlantiruvchi harakatlantirgich kuchni yo'qotibdi degan. Agar biz mavjudligimizni saqlaymiz deyotganmiz, paranglashni g'oya qilgan, grammatika va leksika qismidan halqmaydigan ona til savdoliqiga qamilib qolmasligimiz kerak. Biz navbatda birlikimizni qurib chiqadigan tafakkur tiliga muhtojmiz. E'tiqodimizni, madaniyatimizni cho'nqurlab tushunoladigan tafakkur tilini shakllantirib chiqishga ehtiyojligimiz. O'xshamagan fikrlarning qo'rshoviga tushib qolgan bizlarga tafakkurimizni gallashtiradigan, o'zaro mojaroga so'rilishga va bir-birimizni qaralashga asqatadigan til bizga kerak emas. Bizga aqliy til kerak, ilm tili, tafakkur tili, dialog tili, logika tili kerak. Shundala bu birlikni qurish yo'li ravolashadi. Sağlam ideyami barliqqa keladi. Biz buni ishga oshiramiz deydiganmiz, har qachon buning salohiyatlik odamlarga hojatimiz tushadi. Agar oramizda haqiqatan salohiyatliklar bor bo'lsa, undaqlarni qo'llashni bilishimiz, ularning yo'lini etishni, xizmatlarini qo'llab-quvvatlab berishni kechiktirmasligimiz kerak. Hatto biz shundaqlarning yetishib chiqishi uchun qo'limizdan kelganini qilishga majburmiz. Ajdodning haqiqat ochiq, mevasi tatliq degan hikmatlik so'zining tegiga yetadigan bo'lsak, shuni anqirib yetishimiz kerak. Agar biz kelajagimizni o'ylasak, ko'zimizning yo'riqida ikkinchi bir avlodning davri kelishdan burun cho'qim bizni bir tutqu atrofiga yig'alaydigan sistemlik bir andiza, sog'lom ideya xaritasi qurib chiqishimiz zarur. Undaq qilmay ketib qoladiganmiz, taqdirimizning faqatla siyosatchilarning qurbonligi bo'lish qismatidan qutula olishi, shaxmat taxtasida peshka bo'lish holatidan olqib chiqib ketalishi mumkin emas. Aql boyligimiz bo'lmay, jon sonimizning ko'payishi bizni hech qachon olg'a bostirmaydi. Shundaqla aramizda millatning moddiy va ma'naviy boyliqlarini qezib chiqadigan, ularning unutilgan xotirasini asliga keltirish, ularga aslini tunutish yo'lida barlig'ini ataydigan avangardlar maydonga kelishi kerak. Mutaxassislik, mutafakkurlik salohiyatini qo'lga keltirgan avangardlar, olimlik, oriflik maqomiga yuksalgan yo'lboshchi sarkilar maydonga kelmaydigan, ularning yo'li ochilmaydigan siyosiy munqarizlikdan qutulish u yoqda tursin, naslimizning qurib tugishib faqatla vaqt masalasi bo'lib qoladi. Buning bilan birga yana faqat o'zimizga emas, insoniyatga hassasi yetgan shonliq madaniyatimizning izimi o'chib tugishi, faqatla tarixiy kitoblarda zikr qilinishdan ortiq qimmati bo'lmagan o'lik bir narsaga aylanib qolishi turg'anli gap. Burxon Muhammadning Taqdirimizning taqdiri haqida nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.